Hörmətli Şərq Türkistanlıq qərindaşlar, Şərq Türkistan xəbər agentliyining xəbərlər proqramımızda görüşіңizlərni qızğın qarşı alamiz. Төәндә təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin Aile, Ayallar, Yaşlar və Kişilik Hüquq Ministerliyi 8 mart günü Şərq Türkistanda işğaliyatçı Xitayning çekidən aşqan irqiy qırğınçılıqqa uçrayotgan ayollar və balalarning ahvolini dunyoning esiga yana bir qatim selib, dunyodagi barliq davlatlarni Şərq Türkistanning mustaqilligini asliga keltirish ko'rishiga yordam berishga chaqirdi. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin Aile, Ayallar və Yaşlar Kişilik Hüquq Ministerliyining ministri Gulvariyam Toxtaxonova xanım yazma bayonot e'lon qilib mundaq dedi. Xalqaro ayollar bayrami kunida dunyo olg'a ilgirlash va barobarlikni tabriklayotgan vaqtda biz cho'qim qo'rqinchli reallik bilan yuzlashishimiz kerak. Şərq Türkistandagi Uyg'ur va boshqa turk ayollari zamonimizning jinsiyatga tayangan eng achinishli irqiy qirg'inchiligini boshdan kechirmoqda. İşğaliyatçı Xitoy hokimiyati ayollarimizga ularni haq-huquqlaridan, tenidan, jonidan, bolalaridan, mavjudligidan ayirishni maqsad qilgan bir urush boshlatdi. Xitoy xalqimizni yo'qotish maqsadida yuz minglarcha Uyg'ur va boshqa turk ayollarini tug'mas qilyapti. Davlat qo'llagan tajovuz 10 minglarcha ayollarning Xitoy erlari bilan majburiy to'y qilishiga markazlashgan bo'lib, bu ularning tanlash, shan-sharaf va erkinligini qo'lidan tortib olishdagi etnik tozalash harakatidan iborat. Analar balalardan ayrildi, millionlagan hamilalar majburiy tushirib etildi. 1 milliondan ortiq bola davlat qarmog'idagi bolalar bog'chasi va yoki yatoqliq maktablarda tutqun qilinib, mensa yuyildi. Millionlagan Şərq Türkistan ayollari majburiy emgak lagerlarida qul emgakiga selinib, qiynash, bosqinchilik qilish qatorliq inson qalbidan chiqqan muomalaga uchirdi. Bu faqat xalqimizga qartilgan jinoyatlar bo'lmasdan, balki barliq ayollarga qartilgan jinoyat. Har bir davlat, har bir ayollar huquqi tashkiloti va har bir adolatni tashabbus qilguvchilar jiddiy harakat qo'llanishi kerak. Biz dunyoni Xitoy bilan bo'lgan diplomatik munosabatni uzishga, Uyg'ur va boshqa turk ayollari uchirgan irqiy qirg'inchilikni ayblashga, Xitoyning Şərq Türkistonni mustamlaka va ishg'ol qilishini to'xtatish talab qilamiz. Sukut qilish sheriklikdan iborat. Bu kunda biz ayollarning kuchliligini tabriklab qolmay, ishg'oliyat ostidagi Şərq Türkistondagi chorasiz va ezilgan ayollarning hayotda qolish uchun kurash qilaylik deyildi. Şərq Türkistan Milliy Uyg'unish harakatining ayollar va bolalar direktori Amandisa Muxlisi xonim 8 mart Xalqaro ayollar bayrami munosabati bilan dunyoning har qaysi joylaridagi davlat va ommaga Şərq Türkistonda irqiy qirg'inchilikqa uchrayotgan Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning ovozini yana bir qatim yangratdi. İjtimoiy axborot vositalarida tarqatilgan 8 mart ayollar kuniga bag'ishlangan bu yozma bayonotda mundaq deyildi. Dünya ayollarning kuchlikligi va muvaffaqiyatlaridan faxrlanadigan bugungi xalqaro ayollar kunida davrimizdagi jinsga qartilgan vahshiylik, ya'ni ishg'ol qilingan Şərq Türkistondagi ayollarga qarshi elib berilgan eng dahshatli sistemlik urushga shohid bo'lib turibdimiz. Dunyoning har qaysi joylaridagi ayollar barobarlik uchun kurash qilayotganda, Şərq Türkistondagi ayollarimiz hayotda qolish uchun kurash qilyotidi. Xitoyning ishg'oliyat tuzumi xalqimizni yo'qotib etish maqsadida Şərq Türkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turk ayollarga tug'mas qilib etish, bosqinchilik qilish, majburiy emgakka silish va oilani vayron qilishdek vahshiy usulni qo'llanib irqiy qirg'inchilik yurgizdi. Yuz minglagan Şərq Türkiston ayollari majburiy tug'mas qilib etildi. Biologik urush elib berilib, bola tug'ish iqtidori yo'qotildi. Majburiy uylantirish orqali davlat qo'llagan bosqinchilik yurgizdi. Necha 10 minglagan Şərq Türkiston ayollari etnik yo'qotishning vositasi bo'lgan davlat qo'llagan bosqinchilikqa uchrab, Xitoy erlari bilan to'y qilishga majburlandi. Şərq Türkistonda jazo lagerlariga qamalgan ayollar keng ko'lamlik tutib turish, qul qilish va jinsiy parakendchilik, majburiy emgakka selish, rayimsizlarcha qiynash, bosqinchilik qilish va inson qalbidan chiqqan tibbiy sinoqlarga duch keldi. Analar va bolalarni bir-biridan majburiy ayirib etdi. Yuz minglagan Şərq Türkiston analari bolalaridan ayrildi. 1 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa turk bolalari davlat qarmog'idagi tarbiyalash markazlariga o'rinlashtirilib, ularning kimligi o'chirildi. 1 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa turk buvoqlari o'ldirildi. 1979-yildan boshlab Xitoy ishg'oliyatchi hokimiyati Şərq Türkistondagi 4 milliondan ortiq buvoqni majburiy tushiribdi. Buning ichidagi 3 million 700 ming bola 1979-yildan 2009-yilgacha bo'lgan oraliqda majburiy tushirib etilgan. Bu insoniyat tarixidagi ayollar va onalarga qartilgan eng chong jinoyatlarning biri. Uyg'ur va boshqa turk jamiyati oilasi buzib etildi. An'anaviy Uyg'ur turk oila qurilmalari sistemlik turda buzg'unchilikqa uchirdi. Bizning kulturimiz va milliy mavjudligimizning tayanch kuchi bo'lgan ayollar nishon qilindi.
Xalqaro ayollar bayramida dunyo ayollarning olg'a ilgarilishini tabriklab, mazlum ayollarning ovozini chiqara olmadi. Dunyo qul qilingan va yo'qotilgan ayollar uchun kurash qilishi kerak. Uyg'ur va turk ayollari hozirgi zamon tarixidagi ayollarga qartilgan tug'mas qilib etish, bosqinchilik qilish, irqiy qirg'inchilik yurgizishdek eng og'ir jinoyatlarga duch keldi. Dunyo buningga ko'zini yummasligi kerak deyildi. Xitoy Amerikaning davolash uskunalarini ishlab chiqaruvchi Illuminaning gen tartibлагычысini import qilishni cheklagan. Gentorning 6 mart kunidagi xabariga qaraganda, bu harakat Amerika prezidenti Donald Trumpning Xitoy mallariga qo'shimcha 10% tamojna beji yo'lga qo'ygandan keyin bir necha minut o'tgandan keyin yo'lga qo'yilgan bo'lib, Amerikaning yangi tamojna bejiga qarata qo'llangan harakatlarining bir qismi ekan. Beijing 2 oyda Illuminani ishonchsiz tashkilot tizimligiga qo'shishni qaror qilgan. Illuminaning Xitoydagi setilish miqdori taxminan 7% ni egallaydi ekan. Shirkatning gen tartibлагычылары RNA va DNAning tartibini tadqiq qilishda, kasalliklar bilan munosabatli gen o'zgarishini tushunish va kam uchraydigan gen kasalliklarga diagnoz qo'yishda muhim rol o'ynaydi ekan. Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi ziddiyat texmo keskinlashayotgan bo'lib, Amerika tamojna bejini yana 10% o'stirgan. Kanada va Meksikadan kelgan mallarga qo'shimcha 25% tamojna beji qo'ygan. Xitoy Savdo ministrligi seshanba kuni Biotechning keyingi avlod tartibлагычыларını cheklash buyrug'ining darhol kuchga ega bo'lganligini e'lon qilgan. Bu vaqt Trump hukumatining Xitoyning Amerikaga eksport qilingan mallarga qo'ydigan tamojna bejini 10% dan 20% ga o'rlatishiga to'g'ri kelgan. Xitoy bu jazoning davlatning egilik huquqi, bexatarligi va manfaatini qo'g'dash uchun zo'r ekanligini ta'kidlab, buningda tashqi savdo qonuni, davlat bexatarlik qonuni va chet elga qarshi jazo qonuni qatorliq har xil qonunlarni o'tirg'a qo'ygan. Shuning bilan bir vaqtda Meditsina texnika savdo guruhi Advocate davolash uskunalarining kechirim qilinishini talab qilib, Amerika qattiq detallarning zo'r bir qismining chet elda ishlab chiqarilganligini, Xitoy va Meksikaning asosli ishlab chiqaruvchilari Kanadaning Amerika eksportidagi cho'ng bozori ekanligini ko'rsatgan. Illuminaning paychigi 4 fevral kuni ishonchsiz o'rinlar tizimligiga qo'shilgandan buyon taxminan 35% tushib ketgan. Xitoyning eksportni kontrol qilish tizimligiga 15 shirkat, ishonchsiz tashkilotlar tizimligiga 10 shirkat qo'shilgan bo'lib, bu Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi texmo keng savdo jiddiyligining bir qismi ekan. Amerika Avam palatasi Xitoyning josuslik tahdidini nishon qilgan ikki partiyali qonun loyihasini birdak ma'qullagan. El Reporter xabar torining 11 mart kunidagi xabariga qaraganda, Amerika Avam palatasi vakili W. Strong a'lo tarafidan o'tirg'a qo'yilgan ikki partiyali qonun loyihasi Xitoy Kompartiyasiga qarshi shart qonuni, Davlat bexatarlik ministrligidagi tadqiqot bexatarlik va javobgarlik qonuni ko'pchilik ovozning qo'llashi bilan ma'qullikdan o'tgan. Xitoy Kompartiyasiga qarshi shart qonuni Davlat bexatarlik ministrligiga Xitoy Kompartiyasi olib kelgan bexatarlik tahdidini baholash va uningga qarshi turish uchun maxsus xizmat guruhi qurishni havola qilgan. Bu guruhga josuslik, bilim mulk huquqi o'g'irlash va boshqa yomon g'arazlik faoliyatlarni o'z ichiga olgan Xitoy Kompartiyasi ishlatgan har xil odatdan tashqari taktiklarni tekshirish va doklad qilish vazifasi yuklangan. Avam palatasi Davlat bexatarlik komitetining raisi Mark A. Green ATN bu qonunni kuchli qo'llaydiganligini bildirib, vakil Strongning Xitoy Kompartiyasiga qarshi shart qonuni Davlat bexatarlik ministrligining Beijingning egilik huquqimizga buzg'unchilik qilish, Amerikaning yangilik yaratishiga tahdid solish tirishchiligini oldingi o'ringa qo'yishiga, nazorat qilishiga, yomon ta'sir paydo qilishiga aktiv qarshi turishga kafolatlik qiladi degan. Bu qonun 409 ovozning qo'llashi va 4 ovozning qarshi turish bilan ma'qullikdan o'tgan. Davlat bexatarlik ministrligidagi tadqiqot bexatarlik va javobgarlik qonuni fan texnika boshqarmasining tadqiqot va taraqqiyot turlaridagi sezgir uchurlarni qo'g'dash jarayonini taraqqiy qildirishni talab qiladi ekan. Bu orqali ruxsatsiz ziyorat qilish va oshkorlashning oldini oladi ekan. Bu qonun yana hukumat javobgarlik ishxonasining qurultoyiga Davlat bexatarlik ministrligining hukumatning tadqiqot va taraqqiyot tashabbusini qo'g'dash siyosatiga amal qilganligi to'g'risida doklad qilishni talab qilgan. Vakil Strong Xitoyning josusligi davlatimizning eng cho'ng tahdidi, bizning yangilik yaratishimizni qo'g'dash davlat bexatarligida intayin muhim degan. Mavjudlik mujodilasida 3 asaba, ya'ni 3 jon halqa: milliya, diniya va vataniya. Birinchi asaba milliya. O'z millatini qizg'inish, ya'ni har millatning o'z millatini yotlarning ta'siri ostiga tushib qolishidan qizg'inishi. Millatining hur va erkin yashash uchun fidokorlik qilishi orqali uni qo'g'dishi.
milletining yo'q bo'lib ketishidan ansirab choralarni izdishi asaba milliya deyiladi. Yevropacha tushunchalarda bo'lsa, asaba milliya har millatning o'z millatini dunyoga hokim qilish uchun turli qurollarni ijod qilib, ojiz millatlarning mulkini besib olishini, ya'ni egalik huquqiga tajovuz qilishini ko'rsatadi. Milliy tilini va qinini o'ziga qo'shib olib, osmonasiya qilib yutib olishni, ezib yo'qotishni ko'rsatadi. Navbatda Sharq Turkiston millatchilari kuchlik davlatlar orasida o'ziga uyg'un bir muhit va shart-sharoit hozirlab, avlod naslini abadiy saqlab qolish uchun millat, vatan deb unlik to'g'lamoqda. Bizning millatchilik to'g'risidagi da'voyimiz dunyodagi jahongir davlatlarga o'xshash ojiz millatlarning mulkini besib olib, qinini o'ziga qo'shib olish emas, balki putimizdan zanjirni, bo'ynimizdan bo'yinturuqni elib tashlab, o'zimizning mavjudligini saqlab qolishdan iborat. Ikkinchi, asaba diniya. Bu bo'lsa dinning oyoq osti bo'lib yo'q bo'lishidan qizg'inish, dinga qarshi so'zlash, qarshi tanqid qilishlardan echinib norozi bo'lish demakdir. Yevropacha tushunchada bo'lsa, asaba diniya har qaysi dindagilarning o'z dinini boshqa dinlardan ustun ko'rishi, boshqa dinlarni haqorat qilishi deganni ko'rsatadi. Yevropa xristianlari Isaviy dinini dunyoga tarqatish uchun dunyoning har bir bulung-puchqig'icha missionerlarni avatib, nodon xalqni har turli yo'llar bilan aldab, Nasara dinini qabul qildirishdi va dunyo xalqini xristian bayrog'i ostiga jamlab, boshqa dinlarni yo'qotmoqchi bo'ldi. Lekin biz Sharq Turkiston musulmonlari dinimizning oyoq osti bo'lib, yo'q bo'lib ketishidan qizg'inib, dinimizni himoya qilishda ching turamiz. Chunki ko'p yillardan beri islom dini qon va tilimizga qarata yotlarning hujum qilishini to'sib keldi. Milliy hayotimizni saqlab qolishga ko'p jihatdan sabab bo'ldi. Ikkinchi tarafdan elib aytganda, Sharq Turkiston xalqi islomiyatni qabul qilgandan keyin din orqali G'arbi Turkiston, Iron, Arabiston va Misr madaniyatlariga oralashishi natijasida Sharq Turkistonning madaniy ma'rifi qadam-qadam olg'a bosdi. Bir qism zaharlik ta'limotlarni olgan angsizlar bizning asosiy maqsadimizni tushunmasdan bizga dinchi, islomchi degan bahoni berishidi. Gerçi Qur'on ta'limoti shundoq bo'lsa-mu, ammo hozirgi kunda bundoq bo'lish imkoniyatining sirtida. Hozirgi kunda musulmonlar Yevropaliklardek eng ilg'or kuchga ega bo'lmagan bir ahvolda qaysi kuchga tayanib buncha ko'p xalqni yig'a olsin? Masalan, bir odamning 4 bolasi bo'lib, bu bolalar onasi o'lib ketgandan keyin ittifoqlashib yashay olmasa, 4 bola bir onadan tug'ilgan turib, birlikda yashay olmagan yerda 400 million musulmon qandoqmi ittifoqlashib yashay oladi? Bundan 45 yil burun pan-turkizm, pan-islomizm nazariyalari bor edi. U chog'larda har taraf o'z atrofiga tarafdor yig'ish uchun propagandalarni qiladi. Yevropaliklar musulmonlarning bu harakatidan qo'rqishib, musulmonlarni birlashtirmaslik uchun nurg'un tadbir choralarni ishga solishdi. Oxirida bu Osmoniya davlatini yiqitishga sabab bo'ldi. Ba'zi bir ilmsiz, nodon toiflar chirg'an bir nazariyani tutib olib, millat setish bilan ovora bo'lmoqda. Dunyoda insonning ko'ngli doim yangilikni xohlaydi va yangiliklarni ijod qilib turadi. Bu yil bir yangi narsa ijod qilinsa, kelar yili uningdan obdonroq yangi bir narsa ijod qilinib turadi. Buningga nisbatan avvalgisi qimmatidan tushib e'tiborini yo'qotadi. Demak, har vaqt yangi nazariyalar tug'ilib, ko'na nazariyalarning qimmati tushadi. Shuning uchun har qanday bir millatning nazariyalarga qurbon qilinishi to'g'ri emas. Lekin o'z yurtini, millatini va dinini halokatdan qutuldirib olish uchun har vaqt yangi nazariyalarni ijod qilish, vatan va or-nomusni saqlash yo'lida tirishchilik ko'rsatish lozim. Islom dini qaysi mamlakatga kirsa, shu yerdagi din ahlining e'tiqodiga hurmat qilib, erkinlik bergan edi. Bizmo ham islom ta'limoti bo'yicha yurtimizga biz bilan dindosh bo'lmagan din ahllari bilan birlikda qo'lni qo'lga tutishib, yurtni obod qilishga tirishimiz. Iron davlatining nufusi 15 millionga yetadi. Bularning orasida arab, juhud, ya'ni yahudi, arman, turk, kurd, fars, hindi va yana boshqa mazhabdagi xalqlar bor. Ammo bular tarixdan beri Iron davlatini tashkil qilib, go'yo bir tan bo'lishib yashashmoqda. Bizning maqsadimizmi Ironliklardek birlikda o'z vatanimizni saqlab qolishdan iborat. 3. Asaba vataniya. Har bir vatan avlodi o'z vataniga yotlarning siyosiy va iqtisodiy ta'sirining kirib qolishidan qizg'anadi. Mana bu asaba vataniya deyiladi. Yevropa tushunchasi bo'yicha aytganda, asaba vataniya har davlatning o'z tuprog'ida ishlab chiqargan fabrika mollarini ojiz millatlardan biriga to'shib olib, u yerda setib,
ularning iqtisodiy, ijtimoiy hayotini iskanjaga elib, mustamlika qilishni ko'rsatadi. Vatanini qizg'anish faqat insonga xos bir ish bo'lmasdan, bir qism hayvonlar orasidami bor bo'lgan o'rtaq bir ishdir. Masalan, qarg'a qishda qalin teraklikda yoki qor yog'ochlikda qishlaydi. Yoz vaqtidami shu yerda bola chiqarish uchun chang'i soladi. Navoda chang'isiga biror dushman qasd qilgudek bo'lsa, qarg'alarning hammasi birlikda mudofaa qiladi va chang'isini bermaydi. Ko'garjin, ya'ni kaptarnimi agar 2-3 kunlik yiroqlikqa elib ketib qo'yib berilsa, yana o'zi o'sib cho'ng bo'lgan yeriga qochib keladi. Bundan boshqa yana nurg'un hayvonlar bor. Ular qishda issiq yerga ketib qishlaydi. Yoz kelganda qaytib kelib, o'zi o'sgan joylarga qaytib bola chiqirdi. Hayvonmi tug'ilgan yerini unutmaydi. Halbuki oramizda shundoq bir xil kishilar borki, dinsuyarlik va millatchilik masalasi o'tirg'i chiqsalar achchiqlanadi. Atom va texnika davridami millatchilik qilishning, dinchilik qilishning nima ma'nosi bor? Bizga vatan kerak deydi. Yana bir firqa chiqib bizga din kerak. Vatan millatning ilm ma'rifining keragi yo'q. Dinimizni hokim millat o'zi saqlab bersa bo'ldi deb, hokim millatning to'zqiga o'z putini o'zi tiqib bermoqchi bo'ladi. Yana bir firqa bo'lsa, millat nima bo'lsa bo'lmamdi, shaxsiy izzat obro'yim hukumat va xalq oldida yuksalsa bo'ldi. Men avval shaxsiy manfaatimni kapolatga ega qilib olay deydi. Acaba yuqorqi 3 firqaning mafkuralari vatan, millat va din uchun parlaq istiqbol yaratib beralarmi? Buni men aytib o'ltirmayman. Kainatda barliq narsani tasarruf qilib ishlatgudek hurmat va fazilat egisi bo'lib turib, bir nazariyani deb bir-birimizni va millatimizni unutsak, ba'zimizni deb yana ba'zimizni unutsak, bir qismimiz izzat hurmat yo'lida avora yursak, bugun qilayotgan haq-huquq davosiga qandoq ma'no bergili bo'ladi? Biz agar din va millat demasak, hayvonga qo'shilib yashashimizga to'g'ri keladi. Bizning qilayotgan butun shiorlarimizdan maqsad och-yalang'och va qul holatda yashayotgan millatimizni qutqizib, zamonaviy bir hayotga boshlashdir. Yot yovlarning chirigan nazariyasini deb millatni qurbon qilishdan qo'g'dab, zamonaviy inson qilishdir. Biz bir qism propagandachilarga o'xshash siyosiy maslakni qurol qilib olib, millatni parchalashni xohlamaymiz. Balki xalq rohatda yashasa, bizmi rohatda. Xalq zulm ostida ezilsa, bizmi shularga o'xshash ezilishda bo'lamiz. Asla shaxsiy rohatimizga rozi bo'lmaymiz. Vatanni, millatni va dinni unutib, hayvondanmi past holda yashasak, munqarizlikka sababchi bo'lsak, avlodlar oldida nima deb javob beramiz? Abduri Asadullah Shayxzoda. Manba Erk gazeti 99 va 100 sonlar. 1947 yili 5 va 8 noyabr. Bizga vaqt ayırğınızlar uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.